Assalomu alaykum indutka ishqibozlari, indutka qorabosh o'rdak ishqibozlari. Mana jo'jalarimiz 205 ta bo'ldi bugun. Yana bitta kurkamiz 15 ta ochib chiqdi. Bular narxlarini so'rashgan ekan obunachilarimiz. 1 oyliklari 70 mingdan, 20 kunliklari 50 mingdan, 3 kun 4 kun ochganiga 3 kun 4 kun bo'lganlari 35 mingdan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini qimmat deydiganlar bo'lsa, bular mana bu ichadigan suvlari, mana bu qo'yilgan suvlari ham 205 ta jo'janiki kuniga 45 mingdan antibiotik. Kalsiy, palsiy o'sha antibiotik dori quyib tashlanadi suvlari ham. Dollari start. Kami ko'rmay yeydi. 1 oylikgacha. Keyin bug'doy yeyishadi. Agar quyon ishqibozlari bo'lsa, quyonlar ham bor. 20 ta quyon bor. Quyon narxlari 150 mingdan 50 ming so'mgacha. Kimga mana shunaqa jo'jalar, quyon kerak bo'lsa, qorabosh indutka o'rdak jo'jalari kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar. 100% ga sog'lom.